Balanız pizza yemede peşiniz ağırtıvatamdı. Bazardan 68 koyga ilip yeydiğen pizzani önünüzde 10 koy çıkın bilenle tuturup yiyeleysiz. Ondaq bolsa mən sizge öğütüp koyay. Əməliyyatı öyde itip yesanız intayın işençilik hem pakız. Ondaq da kettik. Бледно-белые розы тронута, в бледно-белом свете тонут города. 260 gram un, 20 gram şeker, 2 gram tuz, 3 gram xəmir turuş, 120 gram su, 20 gram seriq may, pizzanın üstüge qandaq materialınız bolsa tayyor qilsangiz bo'ldi. Men mush materiallarni tayyor qildim. Oldi bilan pakiz bir qachimizga unimizni silib olamiz. Ondan tuzimizni solamiz, ondan xəmir turuşimizni to'kib olamiz. Ondan ichiga solgan materiallarimizni aralashtirib olib, buna ma iliman suyimizni quyamiz. Bundan keyin yaxshi aralashtirib xəmir yig'iramiz. Men suvdan yana azroq qatdim jimo. Qarsam men suyim sal az bo'lib qopti. Yana azroq suv qaytavatdim. Unda men shekarni unutib qopdim. Men shekarni hozir selavatdim jimo. Chunki men qilib qolgan un bor emas, men managa aralashtirib yetaman. Xamiringlarninki bo'sh chinglikqa qarab suvni jiq az qilib ishlasanglar bo'ldi. Xamirimizni muqimlab tayyor qilib oldik. Eng oxirida seriq mayamizni silib yegizmiz. Buna xamirimizni yig'irib tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni yarim soat tindirib bo'ldiramiz. Xamirimiz bo'pti mana ko'plab shunda payzalat bo'lib qopti. Odat pizzanalisini hammalar bilasizlar. Biz mana bu 12 so'mlikli qilib qilaylik dedik do'konda bo'lgandan keyin. Sizlar shu pizzanalisini qilsanglar bo'ldi jimo. Endi xamirni mushuna ichiga yeyib olamiz. Mana qilgan chig'imizda cho'risini mushta chiroyli qilib chiqarib olamiz nondek. Yana nimalarni o'rganganlar bor, inkas rayoniga yezinglar. Qaysi turini desanglar, shu turini o'rgatib qo'yayman. Pizzaning yuziga so'kaydigan pomidorjanini tayyor qilib bo'ldik. Mani o'zimiz tayyor qildik-chimo. O'rgangis bola, inkas rayoniga yezinglar. Yezib to'shtirib yetinglar, undan keyin buni o'rgatib qo'yamiz. Va, nima degan sap, ma pizza bekshi o'xshab ketdi. Mana hammani o'zimiz qo'limizdan chiqarib. Pomidorjani o'zimiz yasagandan keyin chiqaroq surkali, ta'mi payzich kelsin. Sizlar uyda pishloq qilsanglar bo'laverdi-chimo. Endi tüpsniki materiallarını salamiz jimo. Tüpsigi materiallarni nima topsanglar shuni salsanglar bo'laverdi. Cho'qim muqim shuni salamiz deb turibsanglar bo'lmaydi. Nima salsanglar bo'laverdi. O'zinglar xohlagan, o'zinglar yaxshi ko'rgan narsalarni silib pishasanglar bo'ldi. Ochiq chuchuk bo'lsin deb qizil ko'klarni qilib qo'ydik. Pishliqimiz az bo'lib qopti. Shunga ma do'konda jishi piam batgan to'q shuni to'g'rab tüpsiga chechitilgan bo'ldi. Ma jishi piammi Anjaninki eng yaxshisi nochisi jimo. Bizlar bulqlarga shiltimiz emas odatda. Wow, nimda qiziq. Endi mana lisimdan chiqarib oldim. Wow, qaranglar bu ailening pizzasi bo'lgandan keyin bek quvvatli, bek mo'l so'lichi qilib ketdimi va? Topsini sel pishirib qopdim. Men bundan bo'shroq pishasanglar, ma bu bek pay so'zildi jimo topsi. Nonlarimiz shunchalik yumshoq, shunchalik pay chiqibdi zodi manini jimo. Бледно-белые розы тронута, в бледно-белом свете